Assalomu alaykum. Kamina Jafarochilar, sizlar bilan YouTube'da milliy sertifikatga tayyorgarlik bepul onlayn darslarida birgamiz. Demak, bizni obuna bo'lmay kuzatayotganlar shunchaki obuna tugmasini bosing, like bosing, kommentda plus qoldiring. Bu biz uchun katta e'tibor bo'ladi. Demak, bu darslarimiz mutlaqo bepul, tekin abituriyentlar uchun va milliy sertifikatga topshirmoqchi bo'lgan o'quvchilar, ustozlar uchun. Siz uchun harakatdamiz. Videolarimizni boshladik. Demak do'stlar, bizda birinchi savol geometriyaga doir. Demak, bu savolimiz quyidagicha. Agar teng yonli uchburchakning yon tomoniga tushirilgan balandligi 12 cm ga teng bo'lsa, asosining uzunligi 15 ga teng bo'lsa, uchburchakni yuzini hisoblang. Demak, yaxshi, biz chizib olamiz teng yonli uchburchak. Albatta yon tomonlari teng. Xo'p, endi esa bu asosga tushirilmaganda, ya'ni asosi 15 ekan, yon tomoniga balandlik tushirilibdi, yon tomoniga. Va bu balandlik 12 cm ga teng ekan. Uchburchakning yuzasini so'rashgan. Yaxshi, S uchburchak so'roq. Endi keling. Bu to'g'ri burchak, uchburchak bo'ladi. Mana bu yerda kichkina. Ana bu tomonni topib olishimiz kerak. Misol uchun, keling Y deb olamiz. Demak, 15 ni kvadrati teng 12 ni kvadrati plus Y ni kvadrati. Xo'p, 15 ni kvadrati 225, 12 niki 144, demak Y kvadrat. Ayirsak, Y kvadrat barobar 81. Y barobar 9 ga teng bo'lar ekan. Demak, mana bu qism 9 ga teng ekan. 9. Xo'p, endi mana bu qism X. Bu teng yonli bo'lgani uchun bu tomonida demak to'liq X plus 9 bo'lsa, bu tomoni ham X plus 9. Tepada ham to'g'ri burchakli uchburchak. Ya'ni gipotenuza X plus 9 ga teng, ikkita katetdan biri X va ikkinchisi 12 ga teng. Endi ikkinchi marta Pifagor teoremasini qo'llaymiz. Demak, X plus 9 ni kvadrati teng 12 ni kvadrati minus plus X kvadrat. Xo'p, keling, X kvadratni mayli qavsni ochamiz. X kvadrat plus 18X plus 81 barobar 144 plusdan X kvadrat. Ikki tomonda bir xil qo'shiluvchi bor, bular ketadi. Xo'p, 18x barobar 144 dan 81 ni ayiramiz. Demak, 3 bo'ladi. 63. 9 ga qisqartirsak 2x teng, demak 7. X barobar 3,5 ga teng bo'ladi. Demak, mana bu tomon 3,5 ekan. X deganimiz 3,5 ga teng. Yaxshi, bir tomon bor, unga tushgan balandlik bor. Uchburchakning yuzasini topamiz. Demak, S uchburchak asosi endi bizda 12,5 bo'ladi. Yon tomon asos sifatida beriladi. 12,5 ko'paytirilgan 12 pastda, ya'ni taqsim 2. Xo'p, 12 6 bilan qisqardi. 2 bilan 6 bo'ladi. 72,5 3. Demak, 75 ga teng bo'lar ekan. Demak do'stlar, bizni kuzatishda davom eting. Ikkinchi misol bundan ham qiziq bo'ladi. Demak do'stlar, davom etamiz. Ikkinchi savol tenglamani yechish kerak. Ya'ni ko'rsatkichli tenglama bo'ladi. Ya'ni bilamiz, ko'rsatkichli tenglama o'zi aslida o'sha daraja va uning xossalariga doir mavzulardan kelib chiqib ishlanadi. Ya'ni 7-sinfda o'tilgan daraja va uning xossalari. Demak, mana shulardan foydalanamiz. Xo'p, yaxshi. Ikkita daraja qachon qo'shiladi? Asosi bir xil bo'lgan sonlar ko'paytirilganda. Ikkita daraja qachon ayirilayotgan bo'ladi? Asosi bir xil sonlar bo'linganda. Demak, bularni asoslarini bir xil son bilan ifodalay olamiz. Ya'ni 5 ni birinchi darajasi ko'paygan 5 ni x kvadrati minus 5 ni birinchisi endi bo'lingan, ya'ni kasr bilan ifodalaymiz. Taqsimda x kvadrat barobar 24. Endi ozginagina belgilash kiritib olamiz. Ya'ni 5 ni x kvadratini a harfi bilan belgilab olamiz. Shunda 5a minus 5 taqsimda a barobar 24 ga teng bo'ladi. A ni mahraj beramiz bu yoqqa va bu yoqqa. Shunda 5a kvadrat minusdan bu 24a bo'lib o'tadi. Minus 5 barobar 0. Endi bu kvadrat tenglami. Mana bu 5 ni mana bu yoqqa ko'paytiramiz. A kvadrat minus 24a minus 25. Endi savolni eshiting. Ko'paytirganda 25, ayirganda 24 chiquvchi sonlar. Bular 25 bilan 24. Birinchi kattasini yozamiz. Demak, a minus 25 va a plus 1. Sababi ikkita ko'paytma minusni berish kerak.
Bundan A1 chiqadi 25, A2 chiqadi -1. Biz boshida 5 ga ko'paytirdik, qaytarib 5 ga bo'lamiz. Demak, bundan A1 5 chiqadi, A2 -1 taqsim 5. Ana endi x tenglashtirgan ifodamizni yozamiz. Ya'ni 5 ni x kvadrati teng 5 ni birinchi darajasi. Asos bir xil bo'lganda, ikki tomondan asos tashlanadi. X kvadrat barobar 1 va bundan x teng plus minus 1 degan ikkita javob chiqadi. Endi 5 ni x kvadrati barobar -1 taqsim 5. Endi asos musbat, daraja ham musbat. Musbat sonning hech qanaqa darajasi uni manfiyga aylantirmaydi. Shuning uchun bu tenglamamiz bo'sh to'plam. Bizda javob plus minus 1. Demak, bizni kuzatishda davom eting, videoni oxirigacha ko'ring. Albatta sizga foydali bo'ladi. Biz esa davom etamiz. Demak, do'stlar, bizda 3-savol irratsional tenglam. Ya'ni boya ko'rsatkichli, ya'ni logaritmga ko'rsatkichga doir tenglamaydi. Bu esa ildizlarga doir tenglama. Yaxshi. E'tibor bering, x plus 4 ildizda, x minus 4 ildizda. Mana bu ifoda shu ikkalasini ko'paytmas. Endi mana bu ikkini bu yoqqa mahraj qilib berib yuboramiz, jo'natib yuboramiz. X plus 4 plus ildiz osti x minus 4. Xo'p, 2x plus 2 ko'paygan demak, ildiz ostida x kvadrat minus 16 minus 12. Endi e'tibor bering, ko'paytirsam mana bu ifodani beradi. Ikkilangani bor ekan, qo'shsam 2x bo'ladi, 4lar 0 bo'lib ketadi. Plus minus bo'lgan. Demak, belgilashga kiritamiz yengilgina. Buni a deymiz, misol uchun. Bunisini b deymiz. Yaxshi, unda nima bor? A plus b bor bizda. Mana shu ikkalasi, mana shu ikkita ifoda a plus b ning kvadratini beradi, do'stlar, mana. Yig'indisi va ko'paytmani ikkilangani. Ildizlar qutqarildi. Demak, bu yoqda a plus b ning kvadrati minus 12. Yaxshi, endi keling a plus b ni o'zini ham belgilaymiz. Ya'ni keling a plus b ni o'zini y desak, unda mana bu y kvadrat bo'ladi minus 12. Teng. Y ni ham o'ng tomonga o'tkazamiz. Demak, y kvadrat minus y minus 12 barobar 0. Ko'paytmasi 12, ayirmasi 1 ga teng bo'lgan sonlar. Demak, 4 bilan 3. Y minus 4, y plus 3 barobar 0. Bundan y1 4 chiqadi, y2 miz minus 3 chiqadi. Endi e'tibor bering. Ikkita ildizli son, ya'ni musbat son. Bu ham musbat son. Ikkalasini qo'shsam, hech qachon manfiy songa teng bo'lmaydi. Ya'ni biz hozir tenglashtirganimizda mana bunaqa yozuv bo'ladi-da bizda. Teng minus 3. Bu bo'sh to'plam, ya'ni ikkita musbat sonning yig'indisi manfiy songa teng bo'lmaydi. 4 ga qoldi. Demak, ildiz osti x plus 4 plus ildiz osti x minus 4 barobar 4. Yaxshi. Buni 4 tomonga o'tkazamiz. Ildiz osti x plus 4 teng 4 minus ildiz osti 4 minus x. Ikki tomonni bir xil kvadratga ko'taramiz. X plus 4 bo'ladi. 16 minus 8 ildiz osti x minus 4 va x minus 4. Ikki tomondan bir xil x'lar ketadi. Xo'p. Buni chapga o'tkazamiz, ishorasi plus bo'lib qoladi. X minus 4. 16 dan 4 ni ayiramiz 12, 12 dan bu 4 ni ayiramiz 8. 8 bilan 8 qisqaradida ildiz osti x minus 4 teng 1 bo'ladi. Kvadrat o'tasiga burada. X barobar 5 bo'ladi. Demak, bizda aniqlanish sohamizga to'g'ri keladi. 4 dan ham katta, minus 4 dan ham katta. Demak, bizni javobimiz x barobar 5 ga teng ekan. Demak, do'stlar, buguncha shu videoni oxirigacha ko'ring, yaqinlarga ulashing, kommentda o'z fikrlaringizni qoldiring, like bosing, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Biz siz uchun harakatdamiz. Hali yana ko'rishamiz.